Oshxonaga endi qadam qo'ygan hali tajribam kam paytlarimda ham shu tortni bemalol pishira olganman. Kelinglar shu juda ham mazali, mehmonbob, tayyorlanishi oson, yumshoqqina shokoladli tortni birgalikda tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib biskvit uchun 4 dona tuxum, 250 gram shakar va chimdim tuzni quyuqqina ko'pik bo'lgunicha 10-15 daqiqa miksirlaymiz. Tayyor bo'lgan massaga 500 gram qatiq qo'shishimiz kerak bo'ladi. Men juda ham mazali lattiko qattig'ini ishlatdim. Ketidan 120 gram o'simlik yog'ini ham qo'shib, uni ham ozgina miksirlab olamiz. Endi 400 gram oliy navli un, 35 gram kakao hamda 1 choy qoshiqdan soda, vanilin shakarini elakdan o'tkazib, lopatka yoki venchik yordamida qo'moqlarni qoldirmasdan sekin aralashtiramiz. Ishlatgan unim menda doimgidek sifatli to'ron unlari, kakao esa Gollandiyaniki. Xamirni ikkita idishga teng taqsimlab, birma-bir pishiriq qog'oz solingan listga qo'yib pishirib olamiz. Go'shtlarimiz 180 darajada qizib turgan duxovkada o'rtacha 15 daqiqadan pishirib olinadi. Pishib chiqqan go'shtlarni avval chetlarini kesib tekislab, so'ng teng o'rtasidan bo'lamiz. Chetidan chiqqan bo'laklari bizga haliroq tortni bezatish uchun kerak bo'ladi. Tortni go'shtlarini kesib tayyorlab oldim. Endi krem tayyorlashga kirishamiz. Krem uchun bizga 600 gram muzdek yog'li qaymoq kerak bo'ladi. Buning uchun ham men sifatli Lattiko brendi mahsulotidan foydalandim. Qaymoqga 300 gram muzdek qaynab qo'yiltirilgan sut va 1 choy qoshiq vanilin shakarini qo'shib quyilguncha miksirlaymiz. Juda ham mayingina mazali kremimiz tayyor. Endi tortni yig'sak bo'ladi. Kremni to'rtga taqsimlab, krem ketma-ketligida tortni yig'ib olamiz. Tortimiz yanada sochni, yumshoqqina chiqishi uchun har bir ko'rishni sut bilan namlantirishimiz kerak. Tort usti va yonlariga ham krem surib, ustiga tayyorlab olgan shokoladli ganajimizni quyib chiqamiz. Ganaj retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Tort chetlariga urvoq sepib, ustini xohishga ko'ra bezatsak bo'ladi. Men yana ozgina krem tayyorlab, fransuzcha yulduz nasotkasidan gul chiqarib, yoniga shokolad bo'lagidan qo'yib chiqdim. Tayyor tortni 1-2 soatga sovutgichga qo'yib, keyin dasturxonga tortishimiz mumkin. Kesilishini ko'ryapsizlarmi? Xuddi sariyog kesgandek yumshoqqina kesilyapti. Buni chaynash ham shart emas. Juda ham mayin, mazali tort bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Dasturxoningiz fayzli, pishirgan taom va pishiriqlaringiz doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.